Shu kunlarda nechta og'aynim kasal bo'lib bansaga tushyapti. Hammasini ko'rib ketaverib, biriga shashlik, biriga grill ya ovqatdan kasab qo'yishadi. Lekin hammasiga o'tkazib qo'ydim. Agar Xudo ko'rsatmasin kasal bo'lib qolsam, shu tumbichkamni to'lab bizga hammasi qayta kelaveradi. Bo'ldi endi. Kasal bo'lishimni kutib yuramanmi? Ertadan lichin olaman deb yotib olaman. Bir mana shashlik yeb yoting. Husanov, uzoqqa ketib qolmang. Yo, shu yerdaman. O'rtoqlarimga nima bo'ldi-ya? Gruppaga 10 marta video tashaman, bansada yotibman deb. O'shanda men hammasi o'qiyapti, kirmaydi ham, yozmaydi ham. O'zi bekor yotibman. Hozir shuhratga qiling, bansada yotganda 2 marta kelib ketdim. Shuhrat, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Rahmat, uli qalaysan? Ulfatlar gruppasiga tashadim, bansada yotibman. Og'ir ahvoldaman deb. Bironten ko'rganing yo'q, bir hafta o'tib ketdi. Endi o'rtoqman, davlat ishidaman, avtobus haydayman. Har kuni ish, nima qilay endi? Ishingni otib ketgan bo'lsang, dastlabki o'rnida jo'natib olsang ham bo'ladi. Men senga aytganda bilasan, 2 marta kelib ketganman. Qo'y ko'richi bo'lib qolganingda. Ha, esimda, o'rtoq, mayli endi tuzalib chiqib qolgan, keyin ko'rgan borarman uyingga. Chiqqanimdan keyin ko'rgan borishing keragi yo'q menga. Ha, mayli o'tib qolarman, o'rtoq. Unaqa qilalaringda. Yana kim bor edi? Husan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ha, o'rtoq, bansaga tushib qoldim. Ha, bansaga tushib qoldim. Bansaga tushib qolgan ekaningga bir hafta bo'lib ketdi, lekin bironta xabar ham olmaysan. Yonimdagi kasallarni hammasini uydagilar, tanishlari, og'aynilari kelib tumchkasini to'ldirib tashlaydi. Men hech kim kelmaydi, chiqib shu ko'chada ovqatlanib kelib yuraman. Bunaqa past bo'lmalaring. Sen yotganingni bilasanmi? Bir martalab borgandim. Shashlik olib borgandim. Voy, shashligini ham o'zing yeb ketgansan-ku. O'zim yeb kelgan bo'lsam, birga o'tirib ham yeganmiz, sen ham yegansan. Xo'p, o'zing olib kelganda o'zing yeb keta qolgan oldimga kelib, sen kelgan bitta. Ya, hozir o'rtoq, ishdan ortib olmayapman deb bo'sh vaqt yo'q. Ha, mana rosa vaqtim bemalol bo'lgan ekan o'sha paytda. Bo'pti-ya. Kim bor? Ha, Asad, qalaysan? Yaxshimisan? Yo, ulu, nima bo'ldi? Ha, yotibman banisada. Bir kelib ko'rarmikinsanlar deb, sen yotganingda esingdami bir? Og'ir kasal bo'layotganda 2 marta bordim. Bir gal grill olib borganman, ikkinchisida shashlik olib bordim. Bular past bo'lmalar, keyin ko'rib ketmaysanmi? Qachondan beri anu makaronni kirishganimda bundan bilan ichiyapman. Yonimdagi kasallarni hammasini uydiga tanish bilish, oshna og'aylar kelib xabar olib turibdi. Bola chaqalaring kelmayaptimi? Uyimdagilar qanaqa keladi? Bolalarim chet elda. Ha, o'rtoq, hozir ishlarim narsa ko'payib ketgan, hech narsaga ulgurmayapman-da. Chiqqaningdan keyin borarman. Chiqqandan keyin ko'rgan borishing kerak yo'q. Odam emas ekansan-da. Husanov, Ha? bo'ldi, kiring, ovqat vaqti bo'ldi. Nima ovqat ekan? Karam sho'rva. Ashib ketib boray deyman-ku. Nayning bir 4 million to'lab qo'yganman-da.